Alloh taolo Ankabut surasida aytayapti. O'z rizqi ro'zini ko'tara olmaydigan, ya'ni topa olmaydigan qanchadan qancha jonzotlar bor. Alloh ularga ham, sizlarga ham rizq ro'z berur. U eshituvchi, bilguvchidir. Qancha jonivorlar bor, rizqini topib yolmaydi o'ziga qolsa. Lekin ularni Alloh taolo rizqini o'zini zimmasiga oldi. Sizlarga rizqinglarni berishini ham Alloh taolo o'zini zimmasiga oldi. Alloh taolo rizqni bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbis subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zini zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketdi desa ham qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zini zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling.